endi esa tashkilot xodimlari bor. Tashkilot faoliyatida o'zining muhim hissasini qo'shayotgan va sidqi dildan mehnat qilayotgan xodimlar bor. Hozir ular o'zlari shu mukofotga loyiq ko'rilishganini bilishmaydi hali. Endi aytamiz. Taomlari ijodga ilhom beradigan, ibodatga quvvat bo'ladigan qo'li shirin oshpazimiz Kamola opa. Faqat taom tayyorlash bilan ishlari tugamaydi. Har bir xodimni izlab, topib taomlantirmaguncha ko'ngillari tinchimaydi. Tashkilotimizdagi har bitta stuldan tortib stolgacha, har bir tuvak guldan har bir shkafgacha bu insonga yaxshi tanish. Komiljon aka Muhammedov, xo'jalik ishlarining mas'uli. Biz xotirjam tashkiliy ishlarni o'ylamasdan ijod qila olishimiz uchun mehnat qiladigan inson. Endi esa yana bir inson, ularni hammamiz yaxshi taniymiz. Tashkilotning top menejeri desak ham bo'ladi. Har bir ishda asosiy xodima desak ham to'g'ri bo'ladi. Muhayyoxon Muhammad Yusuf. Tashakkur bildiramiz.